yo'q ekan. Salom bolakay. Lekin ularni ayblamayman. 10,000 dollarginaga har bittamiz xonasini har bitta etajda oldi. Bu xona xuddi Jimmydagi, faqat balandroqda. Menda belanchak bor. Unga yotib qo'l bo'lmayman. Voy, o'xshamadi. Yo, manzarani qara. Kris. Hey! Wow, shu oldi. 3 2 1. Xo'sh, bir nechta qoida aytaman. Birinchi qoida: basseynimga yostiq otmanglar. Ikkinchi qoida: kechir Toriq. Endi mehmonxona nimaga mashhurligini bilamiz. Bu basseyn bizning xususiy plyajimiz ustida turibdi. Nimaga suv chetidan oqib ketmayapti? Savollar ko'p. O'zimni xuddi dadadek his qilyapman. Xuddi meni bolalarim basseynda o'ynab yuribdi. 10,000 dollarga dam olish juda zo'r o'tdi. Lekin dunyoning boshqa burchagida dam olishga yetmaydi. Xo'sh, bu 50,000 dollarga dam. Parijda. Bagetlar. 50,000 dollarlik dam olishimizning boshlanishi katta paromning ichida o'tar ekan. Bu nima bu? Dvigatelmi? Bro, hozir 1805-yilmi? Tarik, nariga bolaga yaqinlashtirgan. Bizani suratga oldi. Hoy! Bizga javob qaytardi. Sanda YouTube kanal bormi? O'ylashimcha u ingliz tilida gapirmaydi. Damning ichida fantastik mazali ovqat, butun shahar bo'ylab ekskursiya va aytgancha go'zal ko'rinishli mehmonxona ichida. Romantika shu bo'lsa kerak. Ha, Chandler bilan o'pishinglar. Va nihoyat bizni qimmat syurpriz kutib turibdi. Bolalar, menimcha sizlar o'ylayapsizlar, bu 50,000 dollarlik dam olish, lekin bunga arzimaydi-ku. Ha! Nima ma'no? Orqangizda. U yoqda Eyfel minorasi. Shunaqa. Eyfel minorasi bizning qo'limizda. To'xta, rostdanmi? Ha? 50,000 dan qaysi qismi edi bu? Deyarli hammasi. Biz Eyfel minorasi tagidamiz. Xuddi qonunbuzarlar kabi. Yo'q, hazillashmayapman. U bizniki. Bu yerda hech kim yo'q. Biz shunchaki shuni tagidan o'tsak bo'ladi. Odatda bu yerda odamlar juda ko'p bo'ladi. Va u bizning qo'limizda bo'lgani uchun biz tepaga chiqishga harakat qilamiz. Xuddi shunaqa aynan tepasiga. Bolalar, o'yinlarni yig'ishtiringlar. Tepaga ketdik. Tepaga chiqayotgan paytda biz birinchi etajga 57 metrga chiqdik. U yerda dunyo klassidagi restoran bor ekan. Menga yoqyapti. Eyfel binosi bizniki bo'lgani bilan bizni restoran chekkasiga o'tkazib qo'yishdi. Bu lift Eyfel minorasi tepasidan tushyapti. Qo'rqinchli ko'rinadi-ya? Sezam ochil. Rahmat. Bu yerdan uyim ko'rindi. Biz Fransiyadamiz. Mehmonxonami ko'ramiz. Qancha baland